salkam 1 yil oldin ham shu mashinalar 17 ming, 18 ming dollar bo'lardi. Hozirgi paytga kelib shunaqa narx-navosi tushib ketdi, akalar. Sizlarga sotuvga Hyundai Sonata olib kelib qo'yganman. Bitta qaranglar o'zingizlar. Bu mashinani narxini sizlar taxmin qilib turinglar. Sizlarga hozir men komfortlarini aytib o'taman. Hyundai Sonata akalar 5-pozitsiya bo'ladi. Katta panorama lyuk, 2 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan. Kraskalar etbetida bor, sложный udar bo'lmagan. Bemalol kelib turib kraskalarni tekshirib olsanglar bo'ladi. Shu godasiga shahar ichida 10 litrdan 12 litrgacha rasxod qiladi. Yetmaganiga propellari ham bor. Dalniyda 6 litrdan 7 litrgacha rasxod qilar ekan. Salon holatlarini bitta ko'ringlar o'zingizlar. Salon holatlari juda ham akkuratni turibdi. 90 klimat kontrollari bor. Sidena abagrevlari bor. Elektronli sidenalar va orqalarida ham даже sidena abagrevlarigacha bor bu mashinamizda. 2011-yil beglari 200 mingdan oshib yurgan, 225 mingmi shunaqa probeglar. Balon holatlari yaxshi, yengidek balon holatlarini ko'rib turibsizlar. Hadovoylari qilib qo'yilgan. Hadovoy motor, korobka hech qanaqa ishlari yo'q. Bularda kraskasi rol o'ynamaydi, bilasizlar. Asosiysi udar bo'lmagan. Bemalol kelib turib tekshirib olsanglar bo'ladi. Katta panorama lyuklarigacha bor. 9900 ga buni oqini qo'yganman. Hozir sizlarga bu mashinani 9800 ga arzon yoki qimmatmi, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar, like, podpiska bosib qo'yinglar. Bu mashinalarni bizda faqat bizning kanalda arzon yoki qimmatmida arzon narxlarda qo'yamiz. Bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa mashinalarni juda ham arzon narxlarda qo'yib turamiz. Qaranglar, bizga podpiska bosib qo'ysanglar, sizlar hech narsani yutqizmaysizlar. Faqatgina mana shunaqa arzon mashinalarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.